Assalomu alaykum hammaga. RKX Broker'dan ro'yxatdan o'tish ko'rsataman. Shuning uchun mana link ustiga bosasizlar. Telegramni o'zida ochadigan bo'lsa, mana 3 ta nuqtaga bosib, o'ng tomon tepadagi bosh tomonda menyu turganligi uchun bosilmayapti. Mana Открыть V deganga shuni bosadigan bo'lsanglar, o'zingizlarni brauzeringizda ochib beradi. Bu yoqqa tepa birinchi qatorga tegmaysizlar, ismingizlarni yozasizlar. Misol uchun Davron, bu yoqqa familiyangiz. Bu yoqqa davlat yozasizlar. Tanlashinglar kerak, yo rus harflarida yozsanglar ham chiqadi. O'zbekiston. Bu yoqqa telefon nomeringlarni yozasizlar. Misol uchun 77lik. Pochta va parol yozishinglar kerak. Tak. Pochtani men boshqa yozaman. Parolni shu o'zingizlarning parolingizlar qolaveradi. Tak, гражданство belgilamanman. Unga ham гражданствоlarni belgilaysizlar. Belgilab oldik. Продолжить bosamiz. Pochtaga parol keladi, shuni yozish kerak. Bu yoqqa kiradigan bo'lsak, hozir mana bu yoqqa keladi. Keldi. Mana parol. Shuni kopiya qilib olasizlar. Pochtaga kelgan parolni shu yoqqa kirgizamiz va mana продолжить bosamiz shunga. Bosgandan keyin двухфакторный autentifikatsiya ulagan deyapti. Uncha ham aktivировать двухфакторный autentifikatsiya через Google Authenticator shunga bosamiz. Bunga bosgandan keyin mana bu yerda QR kod bilan mana pastida kod beryapti. Mana pastdagi kod ustiga bossanglar kopiya bo'ladi. Mana shuni ustiga bosdim, kopiya bo'ldi. Endi Play Marketga kirasizlar-da. Bu yoqqa yozasizlar. Google Authenticator mana o'zi chiqadi. Mana birinchida, uchinchidagisini tanlaysizlar. Mana o'zi inglizchada yozilgan. Men bilmayman qaysi tilda yozilgan ekan. Mana birinchida chiqdi, logolarni ko'rib olinglar. Menda endi bu programma o'rnatilgan. Shuning uchun sразу открыть bosaman, sizlar birinchi установить qilib olasizlar. Открыть qilinadi va mana pastda plyusga bosasizlar. Mana plyusga bosasizlar. Mana ввести ключ bor. Shunga bitta bosdim ustiga. Bu yoqqa yozasiz, masalan, RKX bo'lsa, sizda RKX yozasizda. Mana endi bu testoviy test RKX. Xohlagan nominglarni yozasizlar. Bu yoqqa kopiya qilgan harflarni yozasizlar. Добавить qilasizlar. Qarabsizlarki, sizlarda mana pastda qo'shildi. Xuddi shu kodni ustiga bitta bossanglar kopiya bo'ladi. Bu yoqqa o'tib o'sha kodni qo'yishinglar kerak mana. Aktivировать ga bosasizlar. Bo'ldi. Sizlarda уже autentifikator ulandi. Endi keyingi bosqichlarga o'tsak bo'laveradi. Tak, verifikatsiya qilib olishimiz kerak. Oxiriga yetkazib продолжить qilamiz. Заполнить заявку. Tug'ilgan kuninglarni yozasizlar. Misol uchun 2000 bo'la qolsin. O'zgarib qoldi. Tak, erkak ayolligilarni tanlaysizlar, fuqaroligini. Shahar. Xohlasanglar ko'changlarni, xohlasanglar viloyat bo'lsa viloyatni yozinglar. Javonlar katta rol o'ynamaydi nima yozganinglar bu yoqqa. Bo'ldi, birinchi etapdan o'tdik. Ikkinchi etapda qaranglar, mana bunga bosasizlar. Tepada yashil knopkaga bosdim. Tak, bu birinchi etapimiz hali oxiriga yetmabdi. Bu misol uchun ID kartani tashlaysizlar. Mana bu yoqqa kimda ID karta bo'lsa ID karta, Zagram pasport bo'lsa Zagram pasport. Hammaga ID kartani maslahat beraman. Разрешить qilasiz. Kamera ochildi. Bunga endi rasm yuklab olamiz misol uchun. Kartalarni rasmga olasizlar. Endi bu hozir menda nima qilmaydi, o'qimaydi bu narsani, chunki ID kartani olmayapman. ID kartani rasmga olishingiz kerak.
Подтверждение qilamiz. Bu endi hozir ma'lumotlarni tortmaydi menda, keyingi etapga o'tmaydi. Sizlar oladigan bo'lsanglar, o'zi pasport dannilaringlarni chiqazib beradi. Mana menda xato dedi. Pasport dannilaringlarni chiqazib beradi, keyingi etapga o'tsanglar bo'ladi. Keyingi etapda уже ikkinchi etapdagi verifikatsiyamiz bu yashash joyinglarni tasdiqlash. MyGo'dan nimalarni yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomani skachat qilib olasizlar. Bu qanaqa bo'ladi hozir ko'rsataman. MyGo'ga kirasizlar. Tak. Mana shu pastda bo'lishi kerak. Mana tezkor xizmatlarda yashash joyi bo'yicha ma'lumot turibdi. Agar sizlarda mana shu bo'lmaydigan bo'lsa, poiskdan qidirasizlar mana. Pastda poisk turibdi, shunga bosib qidirasizlar. Yo bo'lmasa shuni bosib shuni skachat qilib olasizlar-da, bu yoqqa yuklaysizlar. Pasportdan keyin yuklaysizlar. Qarabsizlarki, akkauntinglar tayyor. Obzor shitovga o'tasizlar. Yo bo'lmasa o'sha glavniyda ham mana bu yozuv yo'qoladi. Mana bu yoqda открыть реальный счет bor. Открыть реальный счет qilasizlar. Bu yoqdan shotinglarni tanlaysizlar. Kredit yelkasini tanlaysizlar. Birga men qilishni maslahat beraman. И продолжить qilasizlar. Mana bu yoqda login parol berdi. Xohlasanglar buni kopiya qilib olinglar, xohlasanglar pochtangizga keladi bu narsa. Men pochtadan ishlataman. И depozit qilish uchun mana внести средства degan joy bor. Shunga bosasizlar. Verifikatsiyadan o'tilmagan, shuning uchun viza chiqmadi. Sizlar verifikatsiyadan o'tganinglarda viza chiqadi. Agar kim kripto orqali qiladigan bo'lsa, shunga bosib davom ettirib ketaversa bo'ladi. Kriptoni tanlab. Ular verifikatsiyani kutib o'tirish shart emas. Viza karta orqali qiladiganlar ro'yxatdan o'tishinglar bilan bizani adminimizga yozinglar. Verifikatsiyaga topshirdim deb, bu sразу menejerga yo'naltiradi. Yo bo'lmasa primo menejerga yozinglar. Verifikatsiyaga hujjatlarimni yubordim. Tasdiqlab bersanglar, tez tasdiqlab beradi. Mana shu joyda viza chiqadi. Bemalol viza karta dannilaringlarni kiritib, depozit qilsanglar bo'ladi. Tushunmagan joyinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol operatorga yozishingiz mumkin.